Uzoq turilishi kerak bo'lgan 3 turdagi do'stlar. Buni farzandlaringizga albatta o'rgating. Birinchisi, seni manipulyatsiya qilmoqchi bo'lgan shaxs sening do'sting bo'la olmaydi. Senga darsligingni bermasang sen bilan do'st bo'lmayman deydigan kishi aslida hech qachon do'st bo'lmagan. Senga tahdid qiladigan, seni masxara qiladigan, senga laqab qo'yadigan kishi sening do'sting emas. Do'st do'stini kamsitmaydi, laqab qo'ymaydi, do'st do'stiga yordam beradi va so'zlari bilan shifo bo'ladi. Uchinchisi, zo'ravonlikni normallashtirgan kishi sening do'sting bo'la olmaydi. Nima qilibdi, shunchaki biroz itardim, sen yerga yiqilding, men senga hazil qilayotgandim deydigan kishi sening do'sting emas. Do'st do'stini jarohatlamaydi. Agar haqiqatan hazil qilgan bo'lsa, qo'lingdan tutib seni ko'taradi va kechirasan, jarohatlanishingni xohlamagandim, hazil qilmoqchi edim deb aytadi va yoningda ekanini his ettiradi. Bu 3 xil xulq-atvor turini bolalarimizga erta yoshdan boshlab hikoyalar va hayotiy voqealar asosida tushuntiraylikki, bolalar haqiqiy do'stlik nima ekanini va nima emasligini anglab, o'zlarini zo'ravonona xatti-harakatlardan himoya qila olsinlar.